Salom, bugun sizlar bilan men Usmon Olambesh. Bu YouTube'dagi, bu telefonimdagi eng birinchi videoyim. Bugun sizlar bilan men Minecraftda nega men negirman? Xullas, Minecraftda men sizlar bilan birga Skyblockda yashab qolaman. Birinchi kitob menga kerak yo'q. Seni unutmayman. Xullas, endi buni ochishimiz kerak. İçinden her doimgidek Minecraft Skyblock'ga kerak bo'lgan narsalar. Nezerga boshlagan bo'lirkan, sindiramiz avval bu yerni. To'g'ri qildimmi? Yo'q, to'g'ri qilibman. Bir blok pastga qilamiz, chunki bu blokka bo'lmasa shunday qilib suvni pastga ulasak, cho'milasa miyam achib ketyapti gapiraverib. Uy, tushib ketay dedim. Bunday qilamiz. Hozir mana bu yerda haliyam blok turganda suv bu yoqqa kelardi, bu yoqqa o'tib ketardi. Teshkikligi uchun suv pastga tushib ketadi. Keyin esa generator paydo bo'ladi. Bu yoqni hisoblamayapman. Hisoblamayapman. Endi nima qilamiz? Tezroq narsalar olishimiz kerak. Men hozir eng birinchi bormoqchi bo'lgan joyim qayer ekan? Eng birinchi borishim kerak bo'lgan joy Qo'zg'orinmi? Yoki cho'lga boramiz. Avval menga daraxtdan ozgina sindirdim. Minecraftda o'zi har doim daraxtdan boshlash kerakdi, lekin biz generatordan boshlab yubordik. Agar sizlarga ham shunaqa modli o'yinlar yoqsa, like va obuna. Oxirgi tushib ketdi deb o'ylabman. Bundan hammasiga yog'och olamiz. Navchasi ekan. Tayyor. Hozir buni sen daraxt tezroq bo'sha. Uningga boshqa daraxt ekamiz. Mana endi buni ichiga nima yasaymiz? Kirka bilan esa tosh olamiz. Yana bitta kerak. Verstak deganlarni hozir tushuntiraman. Avval men qo'yib olishim kerak. Admin bilan menga qo'shilib olmasa bo'ldi. Nega bu yoqqa ketmayapti? Tushirmay tur. Menga bu kerak bo'ladi hozir. Bunday esa mobil sindirib buni qo'yamiz. Endi tayyorlanib boshladik. O'ylaymanki, versta yonib ketmaydi. Aytganimdek. Bizda endi 7 ta bo'ldi. O'chirib qo'yamiz. Kechqurun yo'q. Zombilar spam bo'lmaydigan umiddaman. Verstakka qaytib kiramiz. Nima yasasam bo'ladi? Topordan qilich. Topor debman. Yog'ochdan qilich. Nima deb tashladim? Toporgach. Topordan setmaydik. Endi bitta cho'p yasab olamiz. Keyin qaytib kelamiz. Topor, keyin yangi Minecraftga qo'shilgan o'sha nima derdi? O'zbekcha modulni qo'shmabman-da. Nayzaydi. U ana daraxt tushibdi. Daraxtni olamiz, daraxtni ekamiz. Agar menga kimdir qo'shilib qolsa, gulli berib qo'yamiz. Yana gul. Men urushga tayyorlanib olishim uchun menga nima kerak bo'ladi? Qilich bilan bu kerak bo'ladi. Ungacha esa biz yana tosh qo'llaymiz.
Afsuski bu artefaktning videosiga o'xshagandek bo'lmar ekan. Nima edi? Har xil narsalar tushmar ekan. Lekin men hali ham qo'rqayotgan narsam bu zombi spam bo'lishi. Creeper. Chunki portlab ketsa chiqganini dang bo'lardi. Cho'lga borgim kelyapti. Cho'lga borish uchun bizga ko'p loy kerak bo'ladi. Diamond yo'qmi? Sal qo'l tushib ketishimga yerga. Yo'q, hech nima yo'q ekan. Cho'ta skinim o'zim yoqmayapti, negar bo'lish. E'tibor bermasdan atrofga qaraymiz. Nelarda g'alati narsalar bor. Mushroom. Cho'lga boramiz dedim. Tayga biomi bor. O'z tayga biomi qaysi edi? Nomini bilaman, o'zim ko'rmaganman-da. Borgan bo'lishi mumkin, lekin eslolmayapman-da. Qachon borgan? Xullas, yana sindiramiz. Xullas. Davaki cho'g'ini borsam ekan, a? Yo'q. Tez yo'q. Endi bizga nima kerak bo'ladi? Biz nima olishimiz kerak edi? Kirka yasashimiz kerak edi. Kirka yasash uchun bu kerak bo'ladi. Keyin ana tosh kirka tayyor. Buni bir o'rniga olamiz. To'xtanglar, cho'ta nezerga borsak bo'ladi-ku. Davayt tezda nezer portalini qurib olamiz. To'xta, cho'ta men bedirib o'ynayotganim esimdan chiqqan bo'ladi. Burchakka faqat blok qo'yishga to'g'ri keladi. Chunki yetmasligi mumkin. Bitta, ikkita, uchta. To'g'ri qilgan bo'lsam, shunday ko'rinishi kerak. Endi qayerdan chiqasan? Hoppa. Buni bu yoqqa qo'yib olamiz, o'tiramiz. Yana obsidian, bajarasiga yana obsidian. Sekin pastga tushamiz. Bu yoqqa bitta loy, obsidian qo'yamiz. Keyin water drop qilamiz. Shu water dropdan chiqardim. Tayyorlaymiz. Yoqish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Verstak kerak bo'ladi. Yana verstak yasashga to'g'ri keladi. Yasaveramiz. Yasadim. Endi nima qilishimiz kerak? O'tirib burchakka blok qo'yamiz. Xato bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham. Tayyor. Endi uni loyni olib tashlaymiz. Verstak o'zicha yonyapti. Keyin bo'yani qaniydi? Paqara olamiz. Paqarga lavani olamiz. Keyin hozir kech qolmoq. Hozir hamma qora bo'lib ketadi. Bu yoqqa uni qo'yamiz. Sen 3. Endi AFKda turamiz. AFKga ko'p ham tura olmadim. Yo'maydi. Yonish uchun nima qilsam bo'ladi? Nimasini oldik? Nesi qo'rqib ketmayapti. Yo'sul bilan bir bilan nima qildim-kin? Urushib qoldim ekan. Kutamiz. Lavani qo'ydim. Xullas, keyingi video ikkinchi qism chiqish uchun siz hoziroq menga 10 ta like va
ikkita obunachi kelsa, ikkinchi qismini chiqaraman. Ungacha boshqa videolarni ko'rishguncha xayr.